Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hoji dodalarim, onajonlarim, meni ismim Abdulloh. Men shu Ittihod jamoasida faoliyat ko'rsataman. Qo'limizdan kelganicha sizlarga ustozlarimizdan olgan ilmimizni yetkazib berishga harakat qilamiz. Avvalambor hammanglarni kechagi qilgan umringlarni Robbimiz azza va jalla qabul qilgan bo'lishini so'rab duo qilamiz. Berilgan va'da nima desanglar, misol uchun kimdir birinchi marta qilayotgandir, kimdir ikkinchi marta qilayotgandir. Nima bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar hammamizning kitobimiz ochilgan kun soniya bor. Ma'lum, ya'ni har bittamizga shu yerda qachonlardir namoz farz bo'lgan. Aytaylik 12 yosh, 9 yosh. Bugun o'rtacha 60 yoshda umra qildingiz. 60 dan 12 ni ayirib tashlasangiz 48 mi? 9 ayirib tashlasangiz 51. Shuncha yillar davomida qilgan gunohlaringizni Allohning fazliga olgan bo'lsa, hammasini kechirib yubordi. Illo bitta narsa qoladi. Robbimiz azza va jalla nimani kechirmaydi desanglar, bandani haqqini kechirmaydi. Bandani haqqi bo'yningizda turaveradi. U narsani inshaalloh sizlarga ertangi, ya'ni payshanba kuni bo'ladigan suhbatimizda tushuntirib beramiz. Bugungi suhbatimizda asosan sizlarga nima haqida ma'lumot bermoqchimiz? Makka-i Mukarramada qilinishi kerak bo'lgan eng afzal ish nima ish? Mana adamlar, ayamlar olamdan o'tib ketishgan. Bir farzand sifatida ularga nima yaxshilik qila olaman? Tavof qilib bag'ishlashim kerakmi? Yoki umra qilishim kerakmi? Yana nima yo'llari bor degan savollarga javob beramiz. Bu savollarga javob berishdan oldin maylan desanglar, izn bersanglar, sizlar bilan bizni saodat asriga qaytsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam risolatni olib kelgan paytlari 13 yil Makka-i Mukarramada da'vat qildilar. Tasdiqlar shunaqa darajada kuchayib ketdiki, sahobalarni o'ldirishni boshlashdi. Shunda janobimiz sollallohu alayhi va sallamga va u kishiga ergashgan kishilar sahoba deydi, bilasizlar, ko'rgan, iymon keltirgan, ergashgan kishilar sahoba deydi. Ularga Robbimiz azza va jalla Makka-i Mukarramadan o'sha paytda hali nomi Yasrib bo'lgan, keyinchalik Madina-i Munawvara degan nom olgan shaharga ko'chib o'tishga ruxsat berdi. Sahoba-i jalillar Allohning roziligi uchun, janobimiz sollallohu alayhi va sallamning roziligi uchun Makka-i Mukarramadan vatanlarini tashlab, bola chaqalarini tashlab, uy-joy, mol mulklarini tashlab Madina-i Munawvaraga ko'chishni boshlashdi. Shunda bir ayol bor, sahobiyalardan bo'lgan bir ayol, ismlari Ummu Qays bo'ladi. U kishini bir kishi yaxshi ko'rib qoladi. Aytadiki, menga turmushga chiqqin deydi. Haligi ayol nima deydi? Men Madina-i Munawvaraga hijrat qilib ketaman. Agar sen ham musulmon bo'lsang, islom dinini qabul qilsang, Madina-i Munawvaraga ko'chib borsang, men mahrga roziman shu ishingga, senga turmushga chiqaman deydi. Haligi kishi Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga Ummu Qaysga uylanish uchungina ko'chadi. Endi Madina-i Munawvarada sahobalarning o'rtasida suhbat bo'ladi. Yo Rasululloh deyshadi, biza sizni roziligingiz uchun, avvalambor Allohning roziligi uchun, keyin sizning roziligingiz uchun Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga ko'chdik. Bu bo'lsa, Ummu Qaysga uylanish uchun ko'chdi. Savob beriladigan kuni hammamizning savobimiz teng bo'ladimi endi deb so'rashdi. Shunda janobimiz sollallohu alayhi va sallam islomning madori bo'lgan 4 ta hadis bo'lsa, o'shalardan bittasini rivoyat qilib aytdilarki, mazmunan shunaqa ma'no beradiki, aytdilarki, albatta amallar niyatlarga bog'liqdir dedilar. Har bir kishi niyatiga yarashasini topadi dedilar. Kim Alloh va uning rasuli uchun hijrat qilgan bo'lsa, u Alloh va uning rasuli uchun hijrat qilibdi. Kim mol mulkka ega bo'lish uchun yoki birorta bir ayolga uylanish uchun hijrat qilgan bo'lsa, o'shanga ega bo'pti dedilar. Hadisda diqqat qilsangiz, aytayotdilarki, har bir kishiga niyatiga yarashasi beriladi dedilar. Nima degani bu? Robbimiz azza va jalla zolim zot emas. Agar siz umrani vatanimizdan chiqayotganingizda Alloh va uning rasuli uchun, Allohning roziligi uchun deb chiqqan bo'lsangiz, inshaalloh hali yuqorida aytilgan mukofotni topdinglar. Ya'ni onadan tug'ilganda qanday pok bo'lgan bo'lsanglar, inshaalloh shunda pok sizlar hozir. Endi bitta gunoh qilsanglar boshqatdan yozilishi boshlanadi.
Qo'shnim keldi, men kelmaymanmi? Qudam keldi, men kelmaymanmi? Meni ulardan nima kamim bor degan niyatda kelgan bo'lsanglar, ishoninglar, Robbimiz azza va jalla o'sha niyatingizga yarasha beradi. Mahalla ko'y nomida falonchi umraga boribdi degan nomingiz chiqadi. O'sha dasturxonda to'g'risida o'tirmoqchimidingiz, hoji aka yoki hoji aya bo'lib o'sha narsaga erishasiz. Lekin qiyomat kuni bo'lganda, qani bugun turinglar, umrachilar umra savob bilan yig'inglar deganda sizga u mukofot bo'lmaydi. Sababi siz nimani xohlagan edingiz? Faqat nom chiqarish xohlagan edingiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunaqa mazmunda bir hadis aytadilarki, qiyomat kuni 3 ta odam olib kelinadi. Boy odam, shahid bo'lgan odam, olim odam. Robbimiz azza va jalla uchaloviga ham bergan ne'matini eslatadi. Uchaloviga ham tan olishadi. Faqat va faqat seni yo'lingda ishlatdi deydi. Biri ilmini, biri mulkini, biri jonini. Lekin Robbimiz nima deydi? Yolg'on deydi. Sen nom chiqarish uchun qilding, sen dasturxon to'g'risida o'tirish uchun qilding, seni qahramon deyishligini xohlading. Hammanglar niyatingizga yarashasini olib bo'ldinglar. Endi bularni sudraylar deyshadi. Oyog'idan ko'tarib turib, yuzi bilan sudrab turib jahannamga uloqtirib yuborishadi deyshadi. Nega aynan yuzi bilan sudraladi desa, chunki ular shu gunohni shu yuzi bilan qilgan edi. Endi xuddi shunda hozir mana suhbatga tushib o'tiribsizlar. Agar o'sha hadisni bilgan bo'lsanglar, mabodosiga kim ilm yo'liga chiqsa, Alloh unga jannatning yo'lini oson qilib qo'yadi. Talaba ilm olish uchun yurar ekan, har bitta qadami farishtalarning qanotini ustida yurib boradi. Olimga suvdagi baliq, inidagi chumoli, osmondagi qushlar ham rahmat, Allohning rahmati bo'lsin deb turadi. O'sha rahmatga men ham kirib qolmoqchiman. Allohim menga jannat yo'llarini oson qilgan degan niyatda tushgan bo'lsanglar, har bitta soniyanglar ibodat deb yoziladi. Hozir eshitdingiz o'sha hadisni, bilmas edingiz. O'tirgan joyingizda Allohim, men ham shu rahmatingga kirib qolay deb niyatingizni shu yerda o'zgartiruvdingiz. Kechqurun hali erta soat 5 da ko'ruvmidingiz e'lonni? O'sha 5 dan beri ibodat qildi deb yozib qo'yiladi. Bizning dinimiz niyat dini. Odam o'tirgan joyida niyatini go'zal qilsa, yillar davomida harakati bilan erisha olmagan narsaga erishishi mumkin. Dalil Janobimiz sallallohu alayhi va sallam oldiga bir sahoba keldi. Yuzlariga qarab o'tirdi, yig'lashni boshladi. Nimaga yig'layapsan dedilar. Yo Rasululloh, men hozir uyda edim. Bola chaqam bilan o'tirdim, sizni sog'inib ketdim. O'rnimdan turdim, keldim. Mana siz ro'parangizda o'tiribman, sog'inchim bosildi. Endi qiyomat kuni bo'lganda sizning martabangiz ma'lum. Sizni sog'inib qolsam shuni nima qilaman dedi. Rasululloh javob bera olmadilar. Boshlarini quyi solib turdilar. O'shani butun ummat uchun xushxabar bo'ladigan oyat nozil bo'ldi. Mazmuni nima edi? Kim bu dunyoda kimga muhabbat qilgan bo'lsa, oxirat ushli bilan birga bo'ladi. Bundan bizni nima kelib chiqadi, nima qilishimiz kerak desa, xonadonimizda Rasulullohni va u kishining sahobai jalillarini farzandlarimizga ko'p tanitishimiz kerak. Bo'lmasa farzandlarimizni kimlargadir muhabbat qilib qo'yadi va qiyomat kuni shunga yarasha o'shalar bilan birga bo'lib qolishi mumkin. Bizning mana shu yerda o'tirgan alhamdulillah hammamizning hozir qalbimizni ham ochib ko'rsa, adamimizdan ham, ayamizdan ham tepada Rasululloh turadilar. Chunki Rasululloh bo'lmaganlar edi, biz adamimizga, ayamizga muhabbat qilishni ham bilmasdik. Hozir suhbat mavzudan chiqib turib, mana shu narsani ulab berishga harakat qilaman sizlarga. Nimaga Rasululloh bo'lmaganlar edi, biz ota-onamizga muhabbat qila olmas edik. Ustoz Shayx Muhammad Mansur, Allohning rahmati bo'lsin u kishidan dars olar ekanmiz. Gunohi kabiralar degan dars o'tar ekanlar. Gunohi kabiralardan bittasi farzandni ota-onasiga oq bo'lishi haqida tushuntirdilar bizga. Shu narsani aytar ekanlar, bizga aytdilarki, yer yuzida insoniyat yaratilar ekan, farzandni ota-onasiga qalbida hech qachon muhabbat bo'lmaydi, aslida, tegi, zamirida dedilar. Ammo tushuntirib berishga harakat qilaman bu narsani.
Aytaylik, misol uchun Yevropa davlatlarida yoki Amerika davlatlarida ota-onasi qarib qolsa nima qiladi ular? Yoki qariyalar uyga borib qo'yadi, to'g'rimi? Agar ota-onasiga qalbida muhabbat bo'lganida, odam ota-onasi qariyalar uyga borib qo'yishi mumkinmi? Hech ham mumkin emas. Xo'p, mayli ular g'ayri din deydilar. Biz musulmonmiz-ku deyapsizlar. Uzatilib ketgan qizingiz uylarga keldi. Bola chaqasi bor. Sekin osh yeyotdingiz, bunday go'shtimda o tarafga ketardingiz, meni yeb olgin dedingiz. A variant. Onajonim, siz yiyin, men yegandek bo'laman deydilarmi? Yo'inki, "Yaxshi qani tez, men o'tir, men buni yeb olgin" deb bolalarga aytadilar. Ko'rsizlarmi? Muhabbat tepadan pastga qarab oqib boradi. Hozir mana shu yerda o'tirgan bo'lmasa, hammamizda bir savol paydo bo'ladi. Meni yoshim 60 ga chiqqan bo'lsa ham, adam bilan ayamni yaxshi ko'raman. Unisi qanaqa bo'ladi desa, biz musulmon bo'lganimiz uchun Robbimiz azza va jallaga otang va onang seni jannatingni eshigi. Ota-onangni rozi qilsang, Allohni rozi qilasan degan buyruqlar bilan taklif beriladi. O'shaning uchun Qur'oni Karimda qaranglar, birorta joyida farzandingga muhabbat qilgin degan joy yo'q. Lekin ota-onangga muhabbatli bo'lgin degan taklif takror keladi. Mana endi hammalar shu yoqqa keldinglar. Makka-i Mukarramada ota-onasiga birorta bir yaxshilik qilmoqchi bo'lgan inson nima ish qilish kerak degan tabiiy savol tug'iladi. Birinchi navbatda biz ikkita narsani ajratib olsak bo'ldi. Umra alohida bir ibodat, tavof alohida bir ibodat. Tavof qilmoqchi bo'lgan inson agar 2-3 qavatda qilamiz desanglar, hoji akalarim, mana shu kiyimda tushsanglar bo'laveradi. Mehmonxonadan taholatda chiqasizlar, 2-qavatga chiqasizlar, u yerda xuddi shunaqa yashil chiroq bor. To'g'risiga kelganda bismillahi vallohu akbar deysizlar, 7 marotaba shu narsa takrorlanadi. Aylanib 7-chi aylanani tugatganingizdan keyin bir chekkaga chiqib 2 rakat namoz o'qiysizlar. Allohim shuni savobini adamga, ayamga, tog'amga, xullas xohlagan odamlarga bersanglar bo'ladi. Pastda qilmoqchi bo'lsanglar, unda bizda o'shani ihrom degan haligi libos bor-ku, ikkita mato. O'shan kiyishga majbur bo'lasizlar, chunki pastga tushirmaydi. Lekin onajonlarimiz mana shu kiyimligida xotirjam bemalol pastga tusha olishadi. Endi tavofi bitta odamga qilinadimi yoki bir qancha odamga ham qilsa bo'ladimi degan savol tug'iladi tabiiy. Buni ham tushuntirib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh umid qilamiz bizdan o'tgan avlod ajdodlarimiz hammaligi illiyin degan joyda. Ya'ni bu dunyoda insoniyat o'tarkan ruhlar ikkita makonda bo'ladi. Illiyinda jannatga kirishdan oldin kutib turiladigan joy va sijjinda Alloh asrasin. Siz tavof qilib bo'ldingiz 7 marta, 2 rakat namoz o'qidingiz. Allohim buni savobini adamga, ayamga, tog'am, ammam, xolam, quda, andi, xullas millionta odamga bo'lib yordingiz. Uni ko'rinishi qanaqa bo'ladi u dunyoda desangiz, sizni vujudiy sababchilar adez bilan ayezda o'tiradilar-da. Kimga siz yuvordingiz yaxshilikni? Falonchi bu o'g'limdan keldi, haqqiga duo qilib qo'yasiz. Falonchi bu qizimdan keldi, haqqiga duo qilib qo'yasiz, faxrlanib o'tirishadi. Endi men hammaga bo'lgim kelmayapti. Bitta adamga bergim kelyapti dedingiz. Bo'ladi. Uni ko'rinishi qanaqa bo'ladi endi desangiz, siz adezlarga berdingiz haligi tavofi savobini. Majoziy ma'noda adez savatga sizdan kelgan savob oladilar-da. Birinchi bo'lib Rasulullohning huzurlariga boradilar. "Yo Rasululloh, bu hadya o'g'limdan keldi. Shuni qabul qilsangiz, haqqiga duo qilib qo'ysangiz" deydilar. Keyin men yoshligimda oyimni ko'rgani borganimda payshanba, yakshanba kunlari bo'lardi. Eslayman. Bir taholatini qilib chiqqanda adamlarga bir sho'la, sigiruvchimi sho'lam jo'natib qo'ygan dedilar. O'sha paytda tushunmas ekanman. Endi ruhlar makonida sizni adezlar ko'radilar. Kimnidir bolasi anchadan beri xabar olmayapti. Ular do'stdek yo'da bir-birini tanishadi-da. Musulmon bo'lgandan keyin ruhlar makoni ham do'st, falonchi, "Men buni olib qo'y. Mening bolam haqqiga duo qilib qo'ygan, xo'pmi? Sen anchadan beri hech kim yo'qlamayapti" dedi. Bismodonchi olib qo'ygan deb o'zlari bilib tarqatadilar. Farzand solih bo'lsa, qilgan ishini falonchi adamga bag'ishladim, ayangga bag'ishladim deyishini o'zi shart emas. O'zi yaxshi ish qilarkan, ota-onasining martabasi ko'tarilib boraveradi. Chunki amallar to'xtab bo'lganda,
Ular hayron bo'lib so'rashadi, "Yo Rabbiy, bu qatdan qanaqa bo'lyapti bu? Tushuna olmayman. Nimaga meni martabam borgan sal ko'tarilyapsa, ortingda qolgan zurriyoding yaxshilik ishida bardavom bo'lyapti, sani nomingga istig'for etyapti" deydi Robbimiz. Tavof masalasida savollaringiz bormi? Tushunmay qolgan joyingiz bormi? Labbi onajon. Adamda 87 qalada, ya'ni yurolmaydi, ham ko'zlar ko'rmaydi. O'g'lim bilan keldik, o'g'lim ikkinchi marta umra qilib, dadamlarga aniq qilish niyat qilib keldim. Xo'p, onajonim o'zi umrani savobini faqat o'tgan odamlarga baxshida qilinadi. Hayot bo'lgan odamlarning haqqiga duo qilinadi. Ularni misol uchun umra qilib bo'ladilar-da, umra qilib bo'lganlaridan keyin sizni adizlar bularni do'dalariga bular berishlari mumkin, ilinishlari mumkin bo'lgan eng afzal ish nima desangiz, eson omon, xotirjam bo'lgan holatda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb omonat topshirish. Do'damlarga o'sha kun kelganda eng go'zal sovchilar kelsin, Rasulullohga kelgan sovchilar kelsin, xush xabarlar bilan kelsin, do'dam qo'rqib qolmasinlar, Allohim shu umramning hurmatini shunga baxshida qildim. Hozir siz aytasiz-ku, misol uchun ko'zlari amo bo'lib qolgan, yumuq bo'lib qolgan deyapsiz-ku. Lekin bu jasadning ko'zida, ruhi ko'zi ko'rib turadi hamma narsani. Ruh ajab chiqqandan keyin aytishadi, hamma narsani eshitadi, hamma narsani ko'rib turadi deydi-ku, ruhda nuqson bo'lmaydi. Siz adizlar uchun qilishingiz mumkin bo'lgan eng afzal ish bu yerda haqqalariga tinim bilmasdan duo qilish. Hayot ekan inson umid qilinaveradi. Shu jonim, haqqalariga duo qilaverasizlar. Labbi. Albatta onajonim, ertaga meni olib borishadi sizlarni Oysha onamizni masjidlariga. U yerga borib 2 rakat namoz o'qiysizlar, umrani niyat qilasiz, amallaringizni bajarib bo'lasiz, to'g'rimi? Amallaringizni bajarib bo'lganingizda xuddi Qur'onni o'qib tugatib bo'lganingizdan keyin Allohim buni savobini deysiz-ku. Allohim shu umramning savobini farzandimga baxshida qildim deysiz. Umra qilgan bo'lib qoladimi farzandingiz desa, yo'q, umra qilgan bo'lib qolmaydi. Umrani savobi boradi. Xuddi misol uchun men xatm qildim, odamlarga baxshida qildim. Adam xatm qilgan bo'lmaydilar. Adamga Qur'onning xatmonasi boradi. Hozir men ham sizlarga suhbat qilib beryapman. Suhbatim tugagandan keyin ichimda Allohim shu suhbatimning savobini adam bilan ayamga baxshida qildim desam, adam yoki ayam o'tirib suhbat qilgan bo'lib qolmaydilar. Ularga bu suhbatdan foyda boradi faqat. Labbi opa. Bemalol. Birinchi onam yaqsam bo'ladimi, o'g'limgami? Va onajonim meni. Bu qalb ishi. Onangiz ham olamdan o'tganlar, o'g'lingiz ham olamdan o'tganlar. Shunaqami? Yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, kimga qilaydiganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 bora onaga deganlar-da. Agar onangiz sizni dunyoga keltirmaganlarida hozir bu savol ham ko'tarilmas edi. O'shaning uchun birinchi navbatda onajoningizga keyin yana kuningiz hali bo'ladi. Dusham ketasizlarmi sizlar adashmasam? Yana farzandingizga bemalol ehron bog'lasangiz bo'ladi. Nima deysiz onam? Albatta onajonim. Jigarlari-ku. Ishoning, bu dunyoda ota-onaning o'limini ko'tarishdan ko'ra jigari o'limini ko'tarish og'ir deyshadi. Tavof haqida savollaringiz yo'qmi? Keyingi mavzuga o'tiringlar. Labbi ho'jaki. Aha. Kecha zahmat bo'ldi. Nega men bu ma'lumotga to'g'ri o'sha yurganimizda oramizda o'sha ehrondan chiqib birinchi qilingan umrani qilib, qorchani oldirib, ya'ni ehron kiyib yurgan ancha erkaklarni ko'rdik-da. Ular oddiy umra ibodat qiladiganlar zahmat ko'rishdi. Endi o'shaning uchun biz ham kelgan olimlar alhamdulillah bu narsaga balki bilmayman, Alloh xohlab qancha aqlim yetgan uchun aytolmayman. Biz ham o'zimizni ichimizdagi ziyoratchilarni yana shunaqa ehrondan kiyib pastga tushib qilishim kerak deb qilib qo'yilgan amalingiz qanaqa bo'ladi? O'zi to'g'risini ayting. Yo'q, to'g'risini ayting. Fatvo jihatidan bu narsani qaytarilgan. Endi bu yerda yoshi keksalarimiz bor. Zaifalarimiz bor. Men bu gapimni ularga aytmayman. Yoshi baquvvat, jismonan baquvvat, yoshi o'rta yoshli hammasi tepaga chiqqan yaxshi. Sen o'zing nima qilasan ukam deng? Men bitta quloqchinimni olaman, darsimni yozaman. Quloqchinimni taqaman, darsimni bosaman-da, qo'limga tasbihimni olaman-da, bittada 3 ta narsa qilishga harakat qilaman. Tepaga chiqa olib turib, oilamni olaman, doim tepada qilaman.
Men pastga olib tushib olib, mana bunaqa yura olmayman. Bundoq qilib olibdi, oilamni o'rtamga olib. Men Robbim bilan gaplashishim keladi. Hayolim Robbimda bo'lishni xohlayman. O'shaning uchun tepaga chiqsam, xoli bo'ladi. Keng bo'ladi. 5 minutda emas, 25 minutda tugatarman. Lekin Robbim bilan bo'laman. Mazza qilib gaplashaman. Dardim bor, izhorlarim bor. O'shaning uchun quvvati borlar albatta 3-qavatga chiqib olib qilganingizga hech narsa yetmaydi. Yoningizda opamlarning ovozingiz hamchi xotirjam qilasizda, birov kelib urilib ketmasmikin, turtilib ketmasmikin demaysizda. Mazza qilib qolasiz. Endi ana yoshi kattalar borda, birinchi marta kelishgan, ibodatga ilk kirishgan, hali Ka'batulloh nimaligini misol uchun endi sezishyapti. Ularni unaqa chiqazib qo'ysa, uzoq ekan chiqmay qo'ya qolaydi bir xilla, chiqmay qo'yishadi. Endi ustozlarimiz eng oxirida nima deyshadi shu masalada desa, ehromga kirdingiz. Onajonlarimizga misol uchun aytaman-ku, bu narsa bu yerda VIP, ya'ni bemalolda. Siz kirdingizda, keldingiz, darvozabonda turibdan ular. Aytasizda tavof deysiz. Bismillah, kiraver dedimi? Kirib ketaverasiz. Tavof desa, tavof dedingizmi? La dedi, yo'q dedi. Chiq oyoqqa dedimi? Chiqib ketsangiz, o'sha yerda bo'ysungan bo'lasiz, haqiqiysiz. Bo'lmasam sizni hech qaysi bir eshikdiga turgan, sen tavofga tushyapsanmi, umraga tushyapsanmi, so'ramaydi. Ustingizda shu ehromingiz bo'lsa, indamasa kirib ketaverasiz. Men o'zim qarshiman shu narsaga. Xossatan men o'zim yosh, baquvvat yigitlarni tavof uchun pastga tusha olishiga juda ham qarshiman. Chunki meni ham adam, ayam hayot bo'lsa, Madina-i Munavvaradan 400 kilometr chaqirim yurib kelishsa-da, qiynalib pastga tushsa-da, baquvvat yigitlar faqat o'sha yerda aylanish uchun, o'sha Ka'batullohni ushlash uchun harakat qilib yurgan bo'lsa, men jahlim chiqib haydab yuborardim. To'g'risi, ana kun ham aytdim. Qaniydilar Hazrat Umar bo'lganlar. Shu urib urib haydirmidilar hammamizdan dedimda. Pastda shukuh qolmagan. Shu huzur yo'q, topa olmaysiz pastda. Endi Alloh bilan gaplashaman desangiz, to'g'ri tushuninglar, bir to'da ayollar gurillab kirib kelishadi. Hech kim yo'q yon atrofida. Borib yana Ka'batullohga yopishga harakat qilishadi. Jonajonlarim, mana shu lift ochilsa hozirda, mana shu jamoat turgan bo'lsa, qaysi biriga kirasiz shu liftga? Sizlar iffatinglarni saqlashingiz farz. Ishoninglar. Hatto ba'zi eng qattiq olgan ustozlarimiz mana shu mehmonxonadan chiqmanglar deyshadi. Mana shu yerda o'qigan namozinglar ham 100 mingmi? Ha, 100 ming deyshadi. Iffatinglarni saqlaganinglar eng zo'r ish hisoblanadi. Hoji akamlar bilan, hoji dodalar bilan chiqmoqchi bo'lsanglar, tepada xotirjam aylanganinglarga hech narsa yetmaydi o'zi. To'g'ri tushuninglar meni gapimni. Savol bersam. Lab. O'tda namoz o'qib, tavofga o'tib chiqsak bo'ladimi? Tavof namozini bu yerda o'qisam bo'ladimi yoki umuman 5 mahal namozida olsinmi? Namozni bo'tda o'qib, faqat tavofga uchun shu oilam bilan shu ikkinchi etajdan, uchinchi etajdan chiqib faqat tavof qilish uchun. Bemalol qilsangiz bo'ladi. Faqat bu savol o'zi adresi men emas. Sizni olib kelgan kishi bo'ladi o'zi aslida. Ana kunda ham shunaqa suhbatda bir opam kelib so'rayotdilar-da, men tavofga chiqmoqchiman, bular yo'q deyaptilar. Maylimi deydilar. Yo'q, men dedim ruxsat bera olmayman. Yo'q, tushundim. Men o'zi aytolman-da. Haligi bizni hech kim emasmiz-da, bularni oldida. Misol uchun farzandingizni oldilarda, farzandingiz hozir sizga bu yerda yo'l mahrami bo'lib kelgan bilan asosan bularga itoatda bo'lishingiz kerak. Ona bo'lsangiz ham. Ona, men sizni qizg'anaman, chiqmang shu yerda dedilarmi? Bo'l. Xo'p bo'ladi jonim bolam deb shu yerda o'tirasiz. Onajonim, yuring bir tavof qilib kelamiz, sekin yetaklab olib ketdilarmi? Sekin chiqib xotirjam tepada qilganinglarga ishoninglar hech narsa yetmaydi. Tavof deganlar Janobimiz sollallohu alayhi vasallam namoz kabidir deganlar. Faqat tavofda so'zlashuv bor deganda xohlagan suhbat emas, ibodat suhbatlari gaplashiladi. Namozda kim selfiga tushib namoz o'qiydi? Bormi oramizda? Bunda namoz o'qiyotgan, duo qilib o'qiydi. G'iybat qiladigan, so'kadigan, turtiladigan, tavofda ham shunaqa yig'ishtirib qo'yinglar telefoninglarni. Tavofda ham g'iybat qilib bo'lmaydi. Tavofda ham jahl qilib bo'lmaydi. Yer yuzida hamma ibodat qilsa bo'ladi, illo Makka-i Mukarramada faqat tavof qila olasizlar. Robbimiz azza va jallani 120 ta rahmat yog'ilib turadi. 60 tasi tavof qilayotganga, 40 tasi namoz o'qiyotganga, 20 tasi Qur'on o'qiyotganga. Charchadim endi jonim bolam. Buni ham qildim, charchadim. Yana nima savob ish qila olaman shu yerda desa,
bir chekkaga o'tib olib, Ka'batullohga qarab o'tirsangiz ham savob bo'ladi. Shu istixonda qanchalik to'g'ri bo'ladi Hajar Aswadga borib? Yo'q, umuman yaqinlashish kerak emas. Umuman Hajar Aswadni o'pish bo'yicha musobaqaga chiqmaydi. Umuman yaxshi narsa emas. Joni-jonlarni xosatan sizlar umuman bormaylar. Faxr bunda emas, ishoninglar. Faxr iffatinglarni saqlashinglar. Ishoninglar. Hajar Aswadni o'pgandan ko'ra iffatinglarni saqlashinglar Robbimiz azza va jallaga va janobimiz sollallohu alayhi va sallamga eng sevimli ish hisoblanadi. Sizlarni bekorga Robbimiz hijobga kirgizib qo'ymadi. Endi mana sizlar namoz tushuntirib bersam. Makka-i Mukarramada Haram-i Sharafda o'qilgan namoz 100,000 rakat namozga teng, savobi jihatidan. Rakat emas, savobi jihatidan. Oddiy tushuntirib berishga harakat qilamiz. Shaharda bir qo'y boqilinadi. U qo'yi bog'chani taomlaridan, et-betlardan, qo'ni-qo'shnidan chiqqan po'choqlar bilan katta bo'ladi. Va bir qo'y borki, Qashqadaryo, Surxondaryoda giyohlar yeb katta bo'ladi. Ikkalovini so'yasizlar. 1 kilo bundan, 1 kilo bundan go'sht olasizlar. Vazni jihatidan ikkalovi ham 1 kilo. Lekin mikroskopga qo'yib qarasanglar, mana bu to'la vitamin, mana bunda haligi piyoz po'choq bo'ladi. Xuddi shunda yer yuzini Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvara va Baytul Maqdisdan tashqari o'qilgan namozlar hammasi birga bir yuradi. Bu yoqda bo'lsa quvvat jihatidan 1 rakat namoz 100,000 rakat bo'ladi. Asr namoziga chiqdinglar farazan, mana hammanglar jamoat bo'lib chiqdinglar. Imom domlaga ergashib turib 4 rakat farzini o'qidinglar. 4 rakat namoz o'qidingiz. Buni birinchi 100,000 ga ko'paytirasiz, 400,000 bo'ladi. Imom domlaga ergashganingiz uchun yana 27 ga ko'paytirasiz, 10,800,000 bo'ladi. Yo 300,000, yo 800,000. Nima bo'lgan taqdirda ham 10 milliondan yuqori bo'ladi. Uni bir insonning hayotiga bo'ladigan bo'lsangiz, bir inson shuncha rakat namoz o'qishi uchun 911 yil hayot kechirish kerak. Bitta asrdan topadigan savobinglar. Sizlarning mehmonxonanglar haram hududidami? Ha, haram hududida. Shu yerda namoz o'qisam ham 100,000 ishlayman, ha 100,000 ishlaysiz. Bu kimga? Yana aytamiz. Misol uchun, mana aravadan foydalanadigan onajonlarimiz. Ular shu yerda namoz o'qisa, shuncha narsa ishlashadi. Lekin bu yoshlarga emas. Yoshlar himmat qilib chiqish kerak. Chunki masjid sari bosilgan har bitta qadamga bittasiga Allohim savob yozadi, martabangizni ko'taradi. Ikkinchisiga bo'lsa Allohim gunohingizni kechiradi. Tarozga qo'yilgan pallada o'sha kuni chiqmaganingizga afsus qilib qolasiz. Nimaga chiqmadimi? Nimaga nafsimga bo'ysun qo'ydimmi deysiz. Masjid haramda namoz o'qisangiz yana nima topasiz desangiz, janoza namozi bor. Janoza namozi ustozlarimiz sizlarga hammaga yetishdi. Uhud tog'ini og'irlichgali. Bugungi kunda geolog olimlar Uhud tog'ini tortishganda 45 milliard tonna deyshadi ba'zi ustozlar. Faraz qiling, bitta janoza namozini o'qiysiz, 45 milliard tonna savobni yelkangizga tashab qo'yasiz. Bundan katta baxt bormi? Yo'q. O'shaning uchun endi bu yoqda birinchi namozga endi kirganlarimiz bor ziyoratchilarimizdan orasida. Hech ham uyalmanglar. Xursand bo'linglar. Hechdan ko'ra kech. Alhamdulillah namozga bo'ysundirib qo'yganiga shukr. Xotirjam bo'lgan holatda xonadoshlaringizdan yoki o'zingizga biriktirib qo'yilgan o'sha imomlaringiz, 50 boshlaringizdan namozni to'liq va to'g'ri qanaqa o'qilanini so'ranglar, hijolat bo'lmanglar. Doimiy holatda shu narsaga qarab yurishimiz kerak. Endi namoz o'qishni zo'r biladi-ku, faqat kech boshlaganlarimiz bor. Ularning bo'ynida nafl namozi afzalmi yoki qazo namozi afzalmi desa, birinchi navbatda qazoni ado qilish kerak. Namoz o'z vaqtida farz, o'z vaqtida o'qilolmagan namozlar bor. Ularni nima qilinadi desa, qazosini o'qishga harakat qilinglar. E'tibor bersanglar, Haram-i Sharafda o'qilingan namoz deyilindi. Farz namoz vojib yoki sunnat deyilmadi, namoz deyilindi. Qazo namozga ham shu 100,000 rakat savob olinadimi desa, ha, qazo namozga ham o'sha va'da qilingan 100,000 ni savobini olasizlar. Endi bir xil aytishadiki, bizga tartibga solib shu qazo namozlarimizni deyshadi. Buni qolipi yo'q. Kimdir aytaylik, misol uchun hamma nabirasini, bolalarini o'qishga yuboradi-da, 9 dan 11 gacha xotirjam uyda bo'ladi.
Xohlasangiz, mana shu yerda bomdod, peshin, asr, shom, xufton, vitrni o'qib oling bittada. Yo'q, bola meni quvvatim bunga yetmaydi. Bomdodda bomdod, peshinda peshin, asrda asr qilib o'qisam bo'ladi, bemalol bo'ladi. Yoki bittada 3 tasini o'qiyman deb, qolgan 3 tasini kechqurun o'qiyman. Bemalol bo'ladi. Eng keraklisi o'qish kerak. Endi sizlar hozir bu yerda musofirsizlar. 15 kundan kammi niyat qilib chiqqansizlar uydan, yolg'iz o'zingizlar namoz o'qisanglar, peshin, asr va xuftonni farzlarini 2 rakat qilib o'qiysizlar, qasr qilib. Jon onajonlarim, sizlar mana shu namozxonada namoz o'qir ekansizlar, mikrofonda ovoz eshitilib qolinadi, mana bu erkaklar o'qiyotgan. Sizlar iqtido qilmaysizlar. Chunki saf uziladi. Yoninglarda Arabistondan kelgan, qo'shni davlatlardan kelgan, Misrlardan kelgan onajonlarimiz iqtido qilib ketishi mumkin. Sen urushib ham beradi, rofiliyadayin qil, qo'lingni bunday yopishtirib turma, sajdada ochib tur deyshadi sizlarga. Eng yaxshi javob shunda nima desanglar, bizning ustozimiz Odojon Hoji Dodam, qaysidir guruhlar rahbarlari bir gap aytadilar. Ko'chaga chiqsang, cho'nchagingni xo'p bo'ladi bilan to'ldirib olgan deydilar. Xo'p bo'ladi desa o'tib ketadi. Til bilmaysizlar, fiqhiy masalani bilmaysizlar uchun tushuntirib bergan, shuning uchun xo'p bo'ladi deylar, bo'ldi. Xosatan ayollarga yopishadi-da ular. Keyin onajonlarimiz kelib aytadi. Biz shaharda bunday qimtinib namoz o'qirdik, qo'llarimiz tegib turardi, sonlarimiz qonimizga yopishib turardi sajdada. Bular qaytaryapti bizani. U ham to'g'ri, sizlarniki ham to'g'ri. 4 tala mazhab to'g'ri, xavotir olmanglar onajonlarim. Demak, yolg'iz o'zingizlar namoz o'qisanglar, qasr qilib o'qiysizlar, peshin, asr va xuftonni farzlarini, lekin imom domlaga ergashsanglar, haramga chiqqanda 4 rakat o'qishyaptimi, 4 rakat o'qiysizlar. Qazo namozlarini xuddi shunaqa. Safarda bo'lsanglar ham, uydagi qachonlardir vatanda qilgan qazolarni o'qisa to'liq o'qiysizlar. Lekin uyda bo'lib turib, qachondir Leningradga borgansizlar, Moskvaga borgansizlar, qachonlardir namoz farz bo'lgan paytida-da, misol uchun. Uyda o'qisanglar ham, u safardagi qoldirgan namozlarni o'qisanglar, qasr qilib o'qiysizlar. Namoz haqida savollaringiz bormi, tushunmay qolgan? Xo'p, janoza namozi hoji akam 4 ta takbirdan iborat. Imom domla Allohu akbar deganda, o'zingiz eshitgan darajada Allohu akbar deb qo'l bog'laysiz. Har Allohu akbar deganda o'zingiz eshitgan darajada Allohu akbar deb tursangiz kifoya qiladi. Ular bir yelkaliga salom berishadi namozdan chiqish uchun, biz ikkinchi yelkamizga ham salom beramiz namozdan chiqish uchun. Endi hayolingizdan ko'tarilib ketdi. Odatda har kuni janoza namozi o'qimaganingiz uchun peshin namozi sunnatini boshlab yordingiz farzdan keyin. Peshin namozi sunnatini o'qiyotdingiz, bu yerda janoza boshlanib qoldi. Janozani savobi sizda turibdi. Nima qilasiz? Xotirjam peshinni sunnatini tugatasiz. Salom berasiz, namozdan chiqasizda Allohu akbar deb qo'shilasiz. Imom domla Allohu akbar dedi, yana Allohu akbar dedingiz. Imom domla assalomu alaykum deb salom berib Sizda nechta bo'lib qoldi takbiringiz? O'zi nechta bo'lish kerak edi? Demak, siz salom berishdan oldin yana 2 ta takbir. Allohu akbar, Allohu akbar deb 4 ta yetkazasizda, keyin salom berib chiqasiz. Tushundinglarmi buni ham? Nima deysiz ona? Labbi. Bo'laveradi onajonim. Hammasini nom sanasangiz bor-ku, ana samolyotga chiqing deb qo'yishadi. O'shaning uchun hammasini bitta qilib aytib olasiz. Labbi opa. Alaykum assalom. Qazo namozini o'qiyotganimizda, niyat qilayotganda oxirgi qazo namozini deganimizda to'lib boradimi yo oxirgisini aytish shart emas? O'zi onajonim qarang-da mana. Hech eshitganmisiz shunaqa gap yurardi. Oldinlar kichkina paytimizda tahorat qilganingda qo'lingni qirsillatma, taholating buziladi degan gap yurardi. Eshitganmisizlar? O'zi qo'lni qirsillatish tahoratni buzadimi, yo'qmi? O'zi asli buzmaydi, to'g'rimi? Tahoratni buzish uchun insonning ichidan najosat chiqish kerak-da. Nimaga qo'lingni qirsillatma bo'lmasam deyishardi. Bizning dodalarimiz, oilalarimiz shunaqa anaqa yetuk zotlar bo'lishgan, hammaligi. Tahorat qildingmi, jonim bolam? Namozni qilmaydigan ishlaringni qilmasang, namozingni shukuh topasan degani bu. Namozni nima qilmaysiz? Mana hozir aytaylik, peshin namoziga tahorat qilasiz. Tahorat qilganingizda o'zida peshin namozi o'qishni uchun niyat qilib bo'lasiz, to'g'rimi? Ichingizda niyatingiz ketib bo'ladi. Xuddi shunday, siz joy namoziga chiqayotganingizda o'zida qaysi namozni niyat qilasiz-ku,
O'sha niyat ketib bo'ladi o'sha. Shart emas uni oxirgisi, so'nggisi deyish shart emas. Endi namozda haligi namozni shukuh topish uchun aytaylik hozir 12 dan 6 minut o'tganda peshin kiradi. Siz 11:30 da tahorat qilib bo'ldingiz. Namozni nima qilmaysiz? Telefonda gaplashmaysizmi? G'iybat qilmaysiz, qarg'amaysiz, chaqimchilik qilmaysiz, to'g'rimi? O'sha yarim soat shu ishlarni qilmang-da. Yarim soat xuddi namozni nima qilasiz? Namozda Qur'on o'qiysiz. Yarim soat faqat zikr qiling-da. Alloh, Alloh, Alloh dedingiz. Misol uchun farazan. Namozga chiqqaningizda Allohu akbar deganingizda tamom boshqacha namoz o'qiysiz. 12 dan 6 da azon aytguncha bilganingizni qildingiz. Tahorati buzilmasa bo'ldi dedingiz. Telefonda xohlagan narsangizni ko'rdingiz. Xohlaganingizcha g'iybat qildingiz, xohlaganingizcha chaqimchilik qildingiz, bo'xton qildingiz. Namozga chiqqaningizdan keyin Allohu akbar deganingizdan keyin nima ko'rinadi ko'zingizga? Haligi Bobur Vayneri ko'rasiz-da ko'zingizda Allohu akbar deganingizdan keyin. Yoki ko'rgan klipingizni ko'rasiz namozda. Shukuhi topmaysiz. O'shaning uchun niyat qachon qilinadi o'zi-desa, o'sha tahorat bog'laysiz-ku, o'shanda niyat qolaverasiz. Tahoratdan siz kun bo'yi o'sha niyatingiz ketaveradi hammasiga. Faqat qayerda niyatni qasd qilish kerak, rostmanasiga aytsa, peshinga chiqqaningizda asr deb qo'ydingiz-ku. Boshqatdan salom berib buzib turib namozni peshin deb qo'yasiz. Shunda qasd qilinadi farzida. Sunnatlarida, nafillarda nafil deb qo'ysangiz ham o'tib ketaveradi hammasi. Nabda. O'zi azon eshitilinadi. Nimaga endi azon eshitsangiz yaxshi deyilinsa, Janobimiz sallallohu alayhi vasallam aytadiki, azondan keyingi qilingan duo ijobat deyiladi. Bundan yana nima olsangiz bo'ladi? Telefoningizga azon yozib olasiz. Duoingiz ijobat bo'lishini xohlayapsiz-da. Farqi yo'q soat necha. O'sha azonni qo'yib qo'ydingiz telefoningizda. Azonni aytayotdi, siz takrorlab turibsiz. Allohu akbar dedi, Allohu akbar dedingiz. Ashhadu an la ilaha illalloh dedi, uni aytdingiz, takrorladingiz. Ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi, uni takrorladingiz. Hayya ala salah dedi, la havla va la quvvata dedingiz. La havla va la quvvata dedingiz. Ikkinchisi yana Allohu akbar dedingiz, la ilaha illalloh deb tugatdingiz. Azonni aytdingiz. Bu yerda azondan keyingi duo ijobat deganlarida faqat masjidda o'qilgan azon demaganlar-da. Azondan keyin deganlar bo'ldi. Endi uni qafasga tiqmaymiz biz. Keyin olaveramiz. O'sha telefoningiz yetib bo'ldi azonni, siz takrorladingiz, birinchi azonni duosini qildingiz. Ana undan keyin shariat chegarasidan chiqmagan duolaringiz bo'lsa so'rang. Kim to'sadi? Masjidga chiqdingiz ham azon aytib bo'lindi. Biz tez azon duosini aytamiz, Allohu akbar tugatib qo'yamiz. Qayerga shoshilamiz? Misol uchun sunnat namoz o'qilmaydigan asr namozi, misol uchun. Asrga azon aytdi, 10 daqiqa bemalol duo qilmaysizmi? Nima muammosi bor? O'shaning uchun iloji bo'lsa eshitinglar, azonni aytilinadi. Duosini qiling, ummatni haqqiga, o'z haqqingizga duo qiling-da, keyin bemalol namozni boshlayvering. Xo'p. Ayollar janoza namozida qo'lini ko'tarish kerakmi, ko'tarmasmi? Bizani mazhabimizda o'zi bir marta ko'tariladi. Shunaqa qilyapman. Bo'l. Ko'taryapti, qaysi biri to'g'ri demoqchiman. Mana onajonim qarang, kecha meni ko'rdingizmi? Kelganingizda? Ko'rdingizmi? Nima qanaqa rangni ko'ynaydi deydi? Esolisizlar? Yo'q, kecha ko'k ko'ynaydi deydi. Qora oq palasasi bor. Kecha meni ko'rdingiz mana siz. Bugun bejli ko'ynaydi mana. Bu kecha ko'rgan odam meni bugun ko'rmadi. Toshkentga bordingiz siz ham, u kishi ham. Abdulloh deyapti, haligi kishi, kecha ko'rgan kishi. Qora ko'ynaydi yuradi doim deyapti. Qorani yaxshi ko'radi deyapti. Siz aytasiz-ki, yo'q deysiz, bejlini yaxshi ko'radi deysiz. Kim haq bo'ladi shu yerda? U ham haq, bu ham haq. 4 tala mazhablar haq onajon. Alloh salomat qilsin. Xo'p, endi yana ota-onasiga oxirgisi, hali islom vaqtinglarni ko'p olmay, nima qilsa bo'ladi yaxshilik? Bunisi endi ozgincha xarajat talab qiladigan ish. O'zingiz yaxshi ko'rgan imom domlangiz bor shu yerda. 50 boshingizmi yoki boshqa yaxshi ko'rib kishingizga yaxshi bitta ehrom sovg'a qiling. Ehromni eng zo'ri bu yerda Jardano degan ehrom. Mana shu pastga tushsanglar, soat majmuasining yonida do'konlarda Jabal Umarda sotadi.
taxminan $40 turadi taxminan. Nimaga erishasiz? E'tibor bersangiz, haftada 2 ta umra qilinadi. Bir oyda 8 ta, 5 oy mavsumda 40 ta umra degani bu. Siz $40 ga ehrom oldingiz. Allohim, mashina falonchiga beraman. Har umra qilganida buni 1 yil kiyadimi? Qancha kiysam, savob adam bilan ayamga bo'lsin dedingiz. Keldingiz, aytdingiz, mana shu ehrom sizga. Faqat iltimos, shu ehromda ibodatlarni qilsangiz dedingiz. Labbayk deb olindi. Ertaga ehrom bog'lab tushilinsa, siz $40 ga adingiz bilan ayangizga bitta umrani savobini berib yubordingiz. Jonim bola, endi $40 yo'q, arzonroq variant, bor arzonroq variant, nima? Mana bunaqa ko'ynak misol uchun. 100 riyol turadi bu ko'ynak. Bu ko'ynak oldingiz, razmerlarini bildingizda, bitta bir marta namoz o'qisin, tushib masjidga bir marta. Shu asr o'qisin, 911 yil namoz savobi ketdi adingizga. Endi unga ham hammatim yo'q, jonim bolam, sal pulim kam. $7,5 $7,5 riyol turadi. Do'ppga do'la etsin. Yuvib kiysiz 5 yil ham kiyib yuborasizda jonivor. Mana shu bu yoqda eng oson varianti shu. Ota-onalarga ehson qilmoqchi bo'lsanglar. Endi xonada 4 kishisizlar. $10 tashladinglar, $40 bo'ldi. Bordinglar, bittalar himmat qilib ehrom olib kelib berdinglar. O'sha 4 talarni ota-onalarga ketaveradimi? Robbimiz azza va jalla xazina shunaqa chuqurki, mana shu yerdagi men guruhimdagi hammasini ota-onasiga baxshida qildim, mana shu ehromni deb niyat qilsangiz ham bor-ku. Mana shu guruhdagi hammani ota-onasiga teng boraveradi. Ishoninglar, Robbimizning cho'nchagi juda ham chuqur. Kecha bir onamiz bor edilar, ko'rmadim, tushmadilar, hatmonam bor dedilar ular. Bu kishi ukamiz Abdul Aziz bo'ladilar, Muhammad Amin qori akamizning akalari bo'ladilar. Bu yerda faoliyatda ham biz ham misol uchun tijoratdamizda, bu yerda ya'ni bola chaqamizni ham boqishimiz kerak, ishlaymiz. Bu kishining tijoratlari xushbo'ylik sotadilar. Bog'dosiga, uylarga, vatanga ketayotganda ko'cha-ko'ydan ancha arzon qilib beradilar va sifatlisini beradilar. Murojaat qilsanglar, telefonlarni olsanglar, gaplashsanglar, ertami, indimi, bugunmi uyga o'sha mushkambar olmoqchi bo'lsanglar, shu kishiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Savollaringiz bormi, yo'qmi? Asl bilan so'rasam mayli. Labbay hoji. Hozir ehrom ko'rinishida pul mablag' hisobida bersam, hadya qilib berib olsam bo'ladi. Undan keyin domlamiz nimaga ehtiyojlari bo'lsa o'shanga ishlatganlar afzal emasmi? Bo'ladi, qora aka, men nima tarafdorman bilasizmi? Musulmon odam o'zini hech qachon fitnaga qo'yish kerak emas-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sofiya onamiz bilan chiqib turdilar. Ikkita sahoba kelganda nima dedilar? To'xtanglar, bu onalar Sofiya dedilar. Subhanalloh, ya Rasululloh kelib sizdanmi deydi. Shayton insonni qonida yuradi. O'shaning uchun men aytamanki, men misol uchun qo'limga pul kamdan kam olaman, olmayman. Nima qilib berasiz, telefonimga tashlab bering bo'lmasam deyman. Men bir oy mobaynida dars eshitaman, darsga boraman, onlayn dars beraman. Mana misol uchun sizlarga tashladim bugun suhbatni. Shuncha odam tushdi. Hozir men telefonimda yozilyapti suhbat, ya'ni bu tarqaladi, internetga qo'yaman, 1 million ta prosmotrlar bo'ladimi? 1 million ta odam foyda oladimi? Kimga savob boradi? Siz shu pulni to'lab qo'ygan odam internetingga. Men qo'limga pul olmaslikka harakat qilaman. Men o'zim va ustozlarimiz ham shu narsaga targ'ib qilishadi. Bersiz, bosh ustiga bemalol hoji aka. Berilganda ham ma'lum. Bemalol. Rozi bo'lib. Men aytaman-ku, Boshqa shaytonning fikri niyat qilmaydi. Alloh yo'ldan urmasin hoji aka. Labbay hoji dedi. Alloh yo'ldan urib qo'ymasin, bemalol hoji aka. U himmatinglar. Yana Abdulloh o'tirib olib turib agitatsiya qildi demanglar. Alloh ham salomat qilsin.